4'da 16:00'da yana vafot qildi. Paxtabod tumanining xonadonlaridan birida istiqomat qiluvchi 32 yoshli yigit joriy yilning 5-fevral kuni kechki soat 18:00 atrofida farzandi va oilasini uyga qaytarish maqsadida ko'chaga chiqqandi. Biroq ming afsuski, u uyiga qaytmadi. Marhumning yaqinlari bergan ma'lumotlarga qaraganda 1992-yilda tug'ilgan yigit ayoli bilan tortishib qolgan va turmush o'rtog'i ota uyga ketib qolganligi sababli uni olib kelish maqsadida qaynotasini uyiga borgan va o'sha kuni u ayolning yaqinlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Uribdi, rosa uribdi. O'lmabdi, undan beri qilib urishib, keyin kimdir ashula bitasi mashinasiga o'tkazib qo'yibdi. Meni urishdi debdi-yu, boshqa gap gapirmabdi. Yigit kelinning amakisining uyidan chiqib, o'zining mashinasini haydagan holda aynan mana shu 51-oilaviy poliklinikaga kelgan. Ikki ko'zi ko'kargan edi. Darhol unga birinchi yordamni ko'rsatdik-da, holat og'irligi uchun tez tibbiy yordam mashinasida shtobga olib bordik. Travmatologga topshirdik. Qora talog'i yo'llaganiga uni qora talog' olib tashladi, o'pkaga ziyon bo'libdi, oshqozoniga ziyon bo'libdi. Qo'yingi bir marta operatsiya qildi, keyin yana ertasiga bir marta qildi. 7-kun o'tgandan keyin kech paytki 4'da 16:00da yana vafot qildi. Qayta va qayta ayolni olib kelish uchun borganida kuyovga qizini olib ketishiga ruxsat bermagan ota, oradan vaqt o'tib, endi qizimni olib ketsang bo'ladi deya uyga o'zi chaqirgan. Bularning maqsadi shu yarashtirish bo'lgan. Maqsad aslida. Mazkur holat yuzasidan Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ikki tomonning fikrini eshitganimizda ham ota o'g'lini yaxshi farzand bo'lganligini, qaynota esa kuyovim yomon bola emas degan gaplarni guvohi bo'ldik. Oiladagi kichik bir tortishuv va yoshlar orasiga kattalar aralashib hal qilmoqchi bo'lgan kelishmovchilik sabab bugun bir inson oramizda yo'q.